nima deb yozib qo'yibdi? Baxt deb yozib qo'yibdimi? Uncha ko'rinmayapti. Baxt deb yozib qo'yibdi. Tak. Ertalabdan kiyib olganman men. Hali hech kim kelgani yo'q. Marzo xonasi. To'rtinchi qavatdaman, bilib qo'yinglar. 4-qavatda. Buni yoritayotgan sababi bor. Har qadamim butun olam bilib turish kerak, qaysi joyda, nima joyda o'qiyotganim, qadamlarimni, chunki ota-onam yo'qligi uchun ijtimoiy tarmoqlarga chiqarishga majbur bo'lyapman. Oliygoh. Kensoy degan joyda, Keles degan joyda, Keles. Esimga Keles degan joydamiz. Mana manzilni bilib oldilaring, Keles. Hozir yaqinlashtiraman, qayerda joylashgan. Oho. Qaranglar, shahardan tashqaridamiz. Tuman. Oho, joydamiz uzoqda. Pastga qarab ketaveramiz hali. Ancha uzoqda. Shunaqa gaplar bugunga qisqa qilib chiqaraveraman-da. Vaqt bilan chiqarishga harakat qilaman tez. Kamol ekan. Al to'lgani yo'q. To'lsa keyin hali qilamiz. Pajavniga. Zvonok bor. Chalinadimi yo'qmi, anaqani bilmaymiz. Chunki o'qib eshitganim yo'q hali. Mana shuncha o'quvchi boshdan oyoq o'qiydilar bular hammasi. Ularning ichida men ham borman. Ko'ringizlar, ancha uzun pardalar bor, hammasi bor, doska bor. Yaxshi, minbar bor. Hozir qalay, minbarda yaxshimi? Shunaqa gaplar. Sog'likda, salomatlikda uchrashguncha.